Kim Chen In 1984-yilda tug'ilgan va 2011-yilda otasi Kim Chen Il vafotidan so'ng Shimoliy Koreyada hokimiyatni qo'lga olgan rahbar. U hokimiyatga kelgandan beri davlatni yanada yopiq, lekin harbiy va yadroviy qudrati bilan yanada xavfli davlatga aylantirdi. Uning siyosati Byongjing deb ataladi. Iqtisodiy rivojlanish bilan birga yadroviy qurollanishni ham tezlashtirish strategiyasi. 2023-yilda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish bilan yadroviy qurollar Shimoliy Koreyaning doimiy suverenitet belgisi sifatida mustahkamlandi. Bu esa rejim yadroviy dasturdan hech qachon voz kechmasligini ochiq e'lon qildi. Kim Chen In o'z nutqlarida AQSh va Janubiy Koreya ittifoqlarini agressiya fronti deb atab, ularning mashg'ulotlarini bevosita urushga tayyorgarlik sifatida ko'rsatdi. Shimoliy Koreya bugungi kunda dunyoning eng xavfli yadroviy arsenallaridan biriga ega. Taxminan 2000 kilogramm boyitilgan uran va plutoniy zaxiralari mavjud. Bu esa 40 dan ortiq yadroviy kalla yasash imkonini beradi. 2010-yildagi yadro sinovi quvvati 200 kilotonnaga yetgan. Bu Xirosimaga tashlangan bombadan o'nlab marta kuchliroq. Hwasong 15 va Hwasong 18 kabi qattiq yonilg'ili ICBM raketalari 13000 kilometr masofaga uchishi